qarasam, benta tortiklarni ham har xil bor ekan. To'y deb bo'lsin, volidan xursand bo'lib duo qilsin deb benta tortikni ham oldim. Tog' bilan uchrashmaydi, odam bilan uchrashadi, biroz aytishadi. Bolaligimdagi eski tanishim Mashhuraxon shu zavideniyani rahbari bo'lib chiqdi deng. O'rtaq o'tiring, bir piyoladan choy ichaylik, eski damlarni eslashaylik deb qoldilar. San Sebastian shirinligi bilan meni mehmon qildilar. Bu shirinlikni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz-da. Suhbatimiz davomida Aysha shirinlik markazining Instagram sahifasi bilan tanishib chiqdim. Wow, gullarim, buni qaranglar. Bu go'zalliklar nima deyapti? Bu shirinliklar ko'zni qamashtiryapti. Instagramlarida shunaqa savobli ishni yo'lga qo'yishibdi. Biz ayol qizlarga mutlaqo tekinga retseptlarni o'rgatib ketishyapti. Gullarim, Aysha Desert Instagram sahifasiga obuna bo'ling-da, Mashhuraxon haqqilariga duo qilib qo'ying. Aytgancha namanganliklarim dong'i ketgan to'yxonalarda to'ylaringlarni o'tkazasizlar-yu, shirinliklari aynan Aysha Desertdanligidan xabaringiz bormidi? Biram baltushka mani kelgan joyimda soatlab qolib ketaman. Gullarim, sizlardan like va shirin kommentariyalar kutib qolaman.